Assalomu alaykum do'stlar. Bugungi darsimizda sizlar bilan Excel'da o'sha formulalar bo'limini boshlagandik, ya'ni funksiyalarni ko'rib o'tayotgandik. Shuning davomini boshlaymiz. Ya'ni o'tgan darsda bizlar mana bu jadvalda nima qilgandik? Ishlagandik ustida. Ya'ni mana shu jadvaldagi narxlarni eng kattasi, narxlar bo'yicha reytingda eng kichiklarini ko'rib o'tgandik. Ya'ni minimum qiymatni qanday topish, maksimum qiymat, bu yerda o'rtacha qiymatni qanday topish, naybolishi, ya'ni eng katta mana shu sonlarning ichidan bizga eng kattasini, ya'ni birinchi o'rinda turadigan eng katta sonni qanday chiqarib berish, naybolishi funksiyasi. Naymenshi esa eng kichigini qanday chiqarib berish, o'sha birinchi o'rinda turadigan eng kichigini, ya'ni teskari tartib bo'yicha hisoblashlarni o'rgangandik. Bugungi darsimiz ham statistik murakkab funksiyalarga bag'ishlangan bo'ladi va sizlar bilan quyidagi o'sha jadvalimizni ko'rib o'tamiz. Mana shu jadval, ya'ni juda yaqin bo'lib ketdi bu. Kod qismi berilgan, ya'ni jadvalni birinchi o'rinda yasab olishlaringiz uchun sizlar mana bu kod, ishchi, sana, narxi, viloyat, shahar, yetkazuvchi ustunlarini yaratib olishlaringiz kerak va u yerga biz ma'lumotlar kiritishimiz kerak. Mana maxsus kodlar bor. Maxsus ishchilarning ismlari berilgan qator bor va sana berilgan bu yoqda. Narxlar berilgan, Sirdaryo, Toshkent, viloyat, shahar nima qismlari berilgan va yetkazuvchi, ya'ni mana bu yerda harflar, sonlar bilan belgilangan qism bu o'sha yuklarni yetkazib berilganligini tasdiqlaydi. Mana bu bo'sh joylar esa hali bu yuklar yetkazib berilmaganligini tasdiqlaydi. Bizlar mana shularda mana bu yerda keltirib o'tilgan funksiyalar, ya'ni formulalar yordamida nima qilishimiz kerak? Ma'lum bir topshiriqlarni bajarishimiz kerak. Xo'p, bo'lsa ketdik. Mana bu yerdagi elementlarni o'chirib tashlayman. Qarangizlar, mana bu katakchalardagi sonlarni o'chirish uchun nima qilasizlar? Belgilaymiz va delete tugmasini bosamiz. Mana delete tugmasini bosdik. Belgilab olgan holatda delete tugmasi, belgilab olgan holatda delete tugmasini bosib, bu yerdan nima qilib tashlaymiz? Mana shu qismlarni o'chirib tashlashimiz mumkin ekan. Xo'p, endi bugungi qismimizda biz buyurtmalar sonini aniqlashimiz kerak. Buyurtmalar sonini qanday qilib oson yo'l bilan aniqlash mumkin? Buning uchun birinchi albatta schyot degan funksiyani sinab ko'ramiz. Schyot bu nima? Schyot mana shu katakchalar bo'ladigan bo'lsa, masalan, mana bu birinchi kod ustunidagi katakchalar, narxi ustunidagi katakchalardagi qiymatlar va sanadagi masalan katakchalardagi sonlar mana shu schyotga kiradi. Schyot ya'ni nima qilar ekan? Son qatnashgan katakchalarni bizga miqdorini chiqarib beradi. Masalan, mana bu yerda 20 ta katakka son yozilgan bo'lsa, demak bu yerda 20 sonni chiqaradi. Xo'p, endi buni qanday qilib sinab ko'ramiz? Buni topish uchun belgiladim. Formula bo'limiga o'taman va другие funksiyaga kirib, statistiskiy bo'limini kiramiz. Statistikiga kirgan holatda bu yerdan nima qilaman? Schyot funksiyasini topib olaman. Kelamiz. Schyot funksiyasini topdim mana. Schyot va argument degan joyga mana значениyaga xohlasangiz bittalab kiritsangiz bo'ladi, lekin bu anchagina vaqtimizni olib qo'yadi. Shuning uchun biz nima qilamiz? Mana narxlar joylashgan ustunni belgilaymiz. Bo'ldi mana. D ustunni, mana bu yerdagi D ustunni belgilasangiz bo'ldi. Ya'ni mana shu D ustundagi barcha son qatnashgan yacheykalarni bizga qiymatini chiqarib beradi. Ya'ni ok tugmasini bosdim. Necha sonni chiqdi bu yerda? Mana 18 sonni chiqdi, ko'rib turganlaringizdek. Demak, bu 18 sonni nima ekan? Mana shu narxi joylashgan ustunda 18 ta katakchagida nima bor? Sonlar qatnashgan. Masalan, men viloyat shahar ustunini belgilasam, mana shu yerga ana o'chirib tashlayman. Xuddi shunday другие funksiya statический deyman va schyot funksiyasini tanlayman. Mana schyot funksiyasini tanladim va значениyadan o'chirib tashlagan holatda mana viloyat shahar ustuni Y ustunni belgilayman mana. Bu yerda esa mana bu yerga e'tibor bersangiz, mana shu yerda qiymat chiqarish kerak. Bizga 0 qiymat chiqaryapti. Ok tugmasini bosadigan bo'lsam 0. Chunki nima uchun 0 chiqdi? Bizlar matn joylashgan ustunni belgiladik birinchidan va bu yerda birorta son qatnashmaganligi uchun bu yerda 0 soni chiqdi. Masalan, buni mana bu yerga men 2 sonini yozib qo'yadigan bo'lsam, mana o'zgaradi schyot. Nima uchun o'zgardi? Biz belgilagan mana shu ustunda 2 soni qatnashgan, demak yacheyka bor ekan. O'chiramiz mana. Belgilab oldik. Xuddi shunday tarzda buni yana o'chirib tashlaymiz va o'zimizning eski formulani yozib qo'yamiz. Другие funksiya schyot
Shuning uchun schyot funksiyani asosan son qatnashgan yacheykalarda mana bu katakchalar sonini aniqlab olish uchun demak nima qilsak bo'lar ekan, foydalasak bo'ladi. D ustunda kiritaman, ok tugmasini bosaman. Mana tayyor. Endi esa yetkazib berilgan buyurtmalar. Mana yetkazuvchi tomonidan bizda ayrim buyurtmalar yetkazib berilgan. Mana sonini sanaymiz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ta. Demak 9 ta katakcha, 9 ta yacheykada demak nima qilingan? Bu buyurtmalar yetkazib berilgan. Bu buyurtmalar yetkazib berilgan. Endi yetkazib berilgan buyurtmalarni bu yerda sanab olamiz. Qanday qilamiz? Mana belgilayman mana. Другие funksiyaga kiraman. Другие funksiya statическiga kiraman va bu yerda schyot z degan funksiyamizni tanlaymiz. Schyot z mana. Schyot z funksiyamizni tanladik va значение degan qismga o'sha ustunni belgilayman. Masalan, f ustun. F ustunda belgilashligimda sababi mana shu f ustunda bo'sh bo'lmagan kataklarni bizga sanab berish kerak. Lekin biz f ustunda belgilaganimizda bizga 10 ta yacheyka demak nima qiladi? Belgilaydi. Lekin aslida bu yerda 9 ta yacheyka belgilashligi kerak edi. Mana bu 10 ta bo'lganligi uchun bu yerda 9 ta yacheyka belgilashligi kerak edi. Shuning uchun bu yerda demak bitta ortiqcha, ya'ni mana yetkazuvchi degan yozuvni ham olyapti. Shuning uchun bizlar f ustunda emas, uning kataklaridan belgilaymiz. Mana shu yerdan bu yergacha bo'lgan qism mana. Demak qaysi? F2 dan F19 gacha bo'lgan qismni belgilaymiz va bu yerda 9 ta demak bo'sh bo'lmagan yacheyka bor. Ok tugmasini bosamiz. Mana 9 ta bo'sh bo'lmagan yacheyka bor. Yana 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ta bo'sh katakcha bor. Endi bo'sh katakchalarning sonini mana bu считать пустоты degan funksiyamiz sanab berar ekan. Qanday qilib sanaymiz? Mana bu yerda bo'sh katak, bu bo'sh katak, mana bunisi bo'sh katak, mana bu ham, bu va mana bu. Oxirgisi mana bu. Bular bo'sh katak hisoblanadi va biz o'shani sonini считать пустоты funksiyasi orqali aniqlab olamiz. Qanday qilamiz? Другие funksiya statическийga kiramiz va statический bo'limdan eng pastga tushamiz. S mana счет пустоты mana считать пустоты degan buyruqni tanladik, ya'ni funksiyamiz nomi. Tanlaymiz va bu yerga diapazonni kiritamiz. Diapazonni mana o'chiraman. Demak f ustun o'sha yetkazuvchi bilan pastki F19 gacha, ya'ni F1 dan F19 gacha bo'lgan qismni belgilayman. Agar biz f ustunni o'zini belgilaydigan bo'lsak, mana songa e'tibor berasizlar. 1,48,566 ta demak bo'sh katakcha, ya'ni mana bu pastdagi katakchalarni ham sonini chiqarib beradi. Shuning uchun bu yerda ham demak oraliq olamiz. F1 dan F19 gacha oraliqda olgan holatda ok tugmasini bosamiz. Necha chiqardi? Mana yetkazib berilmagan buyurtmalar sonini ham 9 ta chiqardi. Endi sizlarga kelingizlar, mana shu Excel dasturida, mana shu Excelda nechta bo'sh bo'lmagan katak borligini sanab ko'ramiz. Xo'p, buning uchun nima qilamiz? Buning uchun men mana bu yacheyka bilan bu yacheykaga, ikkita yacheykaga men jami ustunlar, ya'ni mana bu A, B, C, D, E, F, G, H mana shu harflar ketgan nechta qatnashganligini va mana bu sanoq sonlar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ularning sonini chiqarib olib bir-biriga ko'paytirsak, mana shu Exceldagi, mana shu listdagi barcha katakchalar soni kelib chiqadi. Buni qanday qilamiz? Xo'p, mana shu yerga hisoblayapman. Mana shu yerga ketdik. Другие funksiya statический считать пустоты qilamiz. Demak, считать пустоты tanladim va bu yerga bo'sh katakchani kiritishim kerak. Men o'chirib tashlab bitta bo'sh ustun, masalan R ustunni belgilayman. Mana shu R ustunda nechta katakcha bor? Okni bosadigan bo'lsam 1,48,576 ta. Endi esa qator, xuddi shunday другие funksiya statический, demak nima qilamiz? Считать пустоты ni tanlaymiz. Считать пустоты bekni o'chirib, bu yerdan 30-qator mana. 30. Nima uchun 30 da? Bu yoqdagilarga tanlaydigan bo'lsam, bu yerda mana yozuvlar ko'p. Shuning uchun ularni aniq sonini chiqarmoqchi bo'lsam, mana 30 bo'sh bo'lgan qatorni tanlayman. Mana bunday sanab beradi bizga endi nechta katakcha borligini. Okni bosadigan bo'lsam, nechta chiqaryapti? 16,384 ta. Endi bu yerga formula yozamiz. Qanday edi? Ikkita katakchani bir-biriga ko'paytirishimiz uchun teng
birinchi o'sha yacheyka O5 yachekani ko'paytiraman P5 yacheykaga va enter tugmasini bosadigan bo'lsam, mana 17 milliard 179 ming 869 17 milliard 179 million 869 ming 184 ta yacheyka bor ekan. Demak, tasavvur qilyapsizlar, mana shu Excelda, mana shu listida demak nima ekan? Mana shu katakchalarimiz soni dunyo aholisidan 2 barobarga ko'p ekan. Endi keyingi bosqichimizga o'tamiz. Schyot если degan funksiyamiz bor. Qarangizlar, bunda qanday qilamiz? Ishchi tomonidan ro'yxatga olingan. Siz ham albatta bu demak funksiyalarni ko'rishimizdan oldin mana xuddi shu ko'rinishdagi jadvalni kompyuteringizda Excelda yasab olishingiz kerak. Yasab olganingizdan keyingina bizlar mana bu formulalarni bemalol bajarib ko'rib, demak nima qilsangiz bo'ladi, topshiriqlarni bajarsangiz bo'ladi. Demak, bir ishchi tomonidan nechta buyurtma qabul qilinganligini biz topishimiz kerak. Ya'ni mana shu yerda Umarov tomonidan, mana bu yerda mana Umarov buyurtma qabul qilgan. Mana shu buyurtma qabul qilganlarning ichida Umarov nechta ekanligini sonini chiqarishimiz kerak. Buning uchun mana shu schyot если funksiyasidan demak nima qilamiz? Foydalanar ekanmiz. Qanday qilamiz? Belgilaymiz. Другие funksiya statический va eng pastiga tushamiz. Staticiydan eng pastiga tushadigan bo'lsak, qaysi edi? Schyot если. Schyot yesli'ni tanladim. Diapazon degan qismim chiqadi. Diapazonga biz kiritamiz. Diapazonga mana shu Umarovni qaysi ustunda qatnashyapti? Diapazon, ya'ni o'sha Umarov bor bo'lgan, demak nimani kiritishimiz kerak? Bazani kiritishimiz kerak. Bu yerda masalan kodda yo'q, sanada yo'q, narxda yo'q, viloyat shaharda yo'q, yetkazuvchida yo'q. Demak, Umarov mana ishchilar ro'yxatida bor. Shuning uchun B ustunda belgilab qo'ydim. Ya'ni mana shu ustunda Umarov qatnashsa bizga aniqlab beradi. Mana B ustunda. Kriteriyaga esa kim kerak bizga? Umarov kerak. Mana bu Umarovni belgilaymiz. Mana bu yerdagi qismda. Ya'ni mana shu Umarovni oladi tizim Excelda o'zi. Boradagi mana bu yerdagi har bitta ismga demak nima qilib chiqadi? Tenglab chiqadi. Ya'ni teng bo'lib chiqadi. Qaysi ustunga o'sha mos kelsa, Umarovni demak bu yoqda chiqadi. Bo'ldi. Mana ok tugmasini bosdik. Mana bir soni chiqdi. Ya'ni bittagina ekan. Alimovni endi sinab ko'ramiz. Другие funksiya statический, другие funksiya statический bu yerdan demak nima qilamiz? Schyot если. Schyot если funksiyasini tanladik. Diapazonga demak ishchilar jadvali ustunini, kriteriyaga esa mana bu Alimovda. Endi e'tibor beringizlar. Mana bu yerdagi Alimov bilan bu yoqdagi Alimov bir xil bo'lishi kerak. Aynan mana shuni nusxasini bu yerga ko'chirsangiz ham bo'ladi. Bir xil bo'lmasa, ayrim masalan bo'sh joy qoladimi yoki harflarda farq qiladimi, bu sizga sanab bermaydi. Chunki Excel nima qilyapti? Mana bu yerda kiritgan ismingizni olyapti-dagina, mana bu yoqdagi ismlarga tenglayapti. Qachonki o'shalar bir-biriga teng bo'lsagina, mana bu yerdagi qiymat bizga to'g'ri chiqadi. Ok tugmasini bosdik. Demak, Alimov O demak nima ekan? 4 marta qatnashgan ekan. Ya'ni kursaniyamiz mana. Rostdan ham Alimov 4 marta bu yerda ishtirok etgan. Keyingisi Baratov. Baratovda ham xuddi shunday. Другие funksiya statический kiramiz. Другие funksiya statический kiramiz va bu yerdan demak qaysini? Schyot если funksiyasini sanaymiz. Diapazonga kiritamiz. Mana shu B ustunda. Kriteriyaga esa mana shu Baratovni kiritib olamiz. Ok tugmasini bosadigan bo'lsak mana 6 dona demak chiqdi. Ya'ni Baratov 6 ta demak nima qilgan? 1 2 3 4 5 6 marta bu yerda qatnashgan. Xuddi shunday endi hudud bo'yicha ro'yxatga olingan biz nimalarni aniqlashimiz kerak? Xodimlarni, ya'ni qanday aniqlaymiz? Alimov O'ni Samarqandda nechta buyurtma olganini aniqlashimiz kerak. Masalan, e'tibor bergan bo'lsak, ishchilar bor, ustuni va viloyat shahar ustuni bor. Masalan, bitta magazin deb oladigan bo'lsak, bularni ishini mana bu yerdagi xodimlar har xil viloyatlardan demak nima olgan? Mahsulot olgan, ya'ni buyurtma olgan va bizlar o'shani formula orqali nima qilishimiz kerak? Hisoblashimiz kerak. Buning uchun schyot если min funksiyasidan foydalanamiz va mana shu ishchini Samarqanddan nechta buyurtma qabul qilganligini bu yerga chiqaramiz. Buning uchun
Другой funksiyaga kiraman, statическийga kiraman. Qaysi funksiya ekan? Счет если min funksiyasini sinab ko'ramiz. Счет если min. Buni ishlash funksiyasi qanday? Men hozir mana e'tibor berasizlar. Diapazon условия 1 chiqyapti. Bu yerga birinchi biz viloyatni aniqlab olishimiz kerak. Mana shu viloyat necha marta qatnashyapti. Diapazon условия 1 ga viloyat shahar ustunini kiritaman. Mana условия 1 da o'ziga esa qaysi viloyat kerak bizga? Samarqand kerak. Mana buni biriktiraman mana. Samarqandni biriktirdim. Endi diapazon условия 2 degan qismga men yana bazani olishim kerak. Endi qaysi bazani olaman? Ishchilar bazasini olaman. Ishchilar bazasini, ishchi degan ustunni belgilayman. B ustun. Va условия 2 ga qaysi ishchi kerak edi? Alimov O, ya'ni Alimov O'ni Samarqand viloyatidan nechta buyurtma olganligini sanashimiz kerak. Va ok tugmasini bosadigan bo'lsam, nechta chiqdi? Soni 3 ta chiqdi. Endi sanaymiz. Alimov O qani mana. Mana 4 ta Alimov bor ekan. Bitta Toshkentdan buyurtma qabul qilgan, qolgan 3 tasini qayerdan? Demak, Samarqanddan buyurtma qabul qilgan ekan. Xuddi shunday. Faqat mana bu ismda salgina demak nima qilasizlar? Xatoroq joyi bor mana shu ustunda. Mana o'chirib tashladim va bu yerga o'sha Baratovni Ctrl C qilib bu yerga nusxasini joylashtiraman. Ctrl V mana. Xato bo'lmasin. Majidov ham xuddi shunday mana. E'tibor bersangiz, Majidov salgina bu yerda boshqacharoq, bu yerda esa boshqacharoq yozilgan. Bu xatolikka olib keladi. Endi formulani sinab ko'ramiz. Kiramiz. Statическийga kirib, qaysi edi? Счет если min. Mana har birini sizga birma-bir ko'rsatyapman. Buni albatta o'zingiz yasab ko'rishlaringiz kerak. Счет если min. Diapazon условияga viloyat shahar ustun E ustun. Условия 1 ga qaysi viloyat? Samarqand. Diapazon условия 2 ga ishchilar joylashgan ustun. Условия 2 ga esa demak qaysi? Mana Baratovni kiritamiz mana. Va ok tugmasini bossak, bu ham 3 demak 3 ta buyurtma qabul qilgan ekan mana. Baratov Samarqanddan 3 ta buyurtma qabul qilgan. Xuddi shunday Majidov. Bitta yana nimasi bor? Formula mana bu yerdan avtomatik hisoblasak ham bo'ladi, lekin bu salgina xato hisoblab beryapti. Tatbiq qilib ishlasak ham bo'ladi, lekin bu yerda tatbiq qilishimiz salgina noto'g'ri ekan. Demak, siz счет если minni ishlatishni o'rganib oldingiz. O'zlaringiz bu yerda demak nima qilasizlar? Bir marta sinab ko'rish sizga vazifa bo'ladi. Mana shu hamma topshiriqlarni bajarasizlardagini mana shularni birma-bir sinab ko'rishlaringiz kerak. Bu nima uchun sizlarni o'rgatadi? Masalan, Excelda ertaga professional foydalanmoqchi bo'lsangiz, birinchi o'rinda o'sha elementar qismlarga e'tibor qaratishimiz kerak. Shuning uchun bularni yaxshilab o'rganishingiz kerak bo'ladi. Endigi qismim срознать если. Срознать если bu nima? Срознать если bu o'rtacha qiymat degani. Ya'ni Sirdaryo viloyatida o'rtacha qancha summaga buyurtma qilingan. Endi biz narxlar bilan ham ishlaymiz, hamda viloyat shaharlar bilan ham ishlaymiz. Ya'ni mana o'zi Sirdaryoga 2 ta buyurtma, 3 ta buyurtma qabul qilingan va o'sha uchalasining o'rtacha qiymati qancha? Mana shuni aniqlab olamiz. Buning uchun bizga срознать если funksiyasi yordam beradi. Срознать bilamiz, o'sha o'rtacha qiymat если agar. Другой funksiyaga kirdik, statическийga kirdik va bu yerdan pastga tushaman. Pastga tushdim. Срознать если, срознать mana. Срознать если funksiyasini tanladim. Diapazonga birinchi o'rinda biz viloyatni ajratib olishimiz kerak. Diapazonga viloyat shahar joylashgan ustunni kiritaman. Условияga endi biz o'sha viloyat, qaysi viloyat ekanligiga ajratishimiz kerak. Sirdaryoni kiritaman. Diapazon usredneniyaga, diapazon usredneniyaga esa nimani kiritaman? Diapazon usredneniyaga narxlar joylashgan ustunni kiritaman. Nima uchun? Aynan mana shu Sirdaryo viloyatini biz filtrlab oldik, nechta qatnashayotganligi va o'shanga tegishli bo'lgan narxlarni, demak, срознать o'rtacha qiymatini chiqarib beradi. Mana shu, demak, mana shu 3 ta narxni birgalikda qo'shib 3 ga bo'lganimizda, demak, nima qilar ekan? Natijasiga teng ekan. Xuddi shunday Toshkentniki ham bajarib olamiz. Statический kiramiz, statический va срознать если. Срознать если-ni kiritamiz. Diapazonga viloyat shahar, условияga nimani kiritamiz? Viloyatni kiritamiz, Toshkent. Diapazon usredniyaga esa narxi joylashgan ustunni kiritamiz.
ok tugmasini bosdim. Mana ko'rsalaringiz bo'ladi va buni tatbiq qilsak ham bo'ladi adashmasam. Mana tatbiq qilganimizda ham xuddi mana shularni bir xil qilib chiqarib berdi. Demak, bugun sizlar bilan o'rgangan narsamiz statistik murakkab funksiyalar bo'ldi. Счет funksiyasi, считать пустоты, счет если, счет если min, сравнять если funksiyalarini mana qanday qilib foydalanishdi va bu yerda o'rganib oldilaringiz. Undan tashqari o'sha считать пустоты yordamida mana shu Excel listida nechta katakcha borligini ham demak nima qilib oldik? O'rganib oldik. Demak, keyingi darslarga o'tishlik uchun o'sha videomizdagi testlarni yechib, pastdagi topshiriqlarni bajargan holatda videoni yaxshilab ko'rib, bularni albatta amaliyot qilib ko'rishlaringiz kerak. Nima uchun amaliyot qilib ko'rishimiz kerak? Chunki bu o'zimizda yodimizda qolishligi uchun. Albatta buni ruchka daftar qilib, daftaringizga ham yozib olishlaringiz kerak bo'ladi. Bu esdan chiqmasligi uchun. Demak, bugungi darsimiz shu bilan yakunlandi.